Xoslik ko'rsatilgan uyim bilan boshqacha qilib ketilgan, haqiqatda dilga yoqadigan uylarimiz bo'ladi. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Sentrum uchastkasida joylashgan uyimiz bo'ladi. 5 sutuvdan iborat. Ko'chada qarasanglar, ko'chadan bu yerda yashil hududli qilib qo'yilgan. Fasad qismi haqiqatda boshqacha qilingan. Qani endi sizlar bilan ketdi hovlisiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deymizda, bu yerda bemalol 3 ta mashina bemalol ketadigan zonasi. Qarasanglarchi, bu yerda uyimizda ikki tomonlama kirsanglar bo'ladi. Asosiy xoddan bu yerdan kirib ketsanglar bo'ladi va bu tomonimizdan kirsanglar bo'ladi. Ko'rsanglarchi, bu yerda hovlisi bo'ladi. Hovlisi ham boshqacha qilib qo'yilgan. Fasad qismini e'tibor berasizmi? Yuringlar, panoramli oyna. Bu tomonimiz nima deb sizlar qiziqayotgan bo'lsanglar, bu tomonimiz bizda oshxona qismi bo'ladi. Oshxona qismini alohida stalovoy zonasi deydi. Stalovoy zonasi hozirgi eng qiziq joylarini ko'rsatamiz. Mana buni ko'rasizmi? Inshaalloh yaxshi niyat qilib qo'ying. Sizga ham, bizga ham nasib qilsin. Endi sizlarga eng eksklyuzivniy joyini ko'rsatamiz. Bu uyimizda shunday kirsanglarchi, aytganimdek, bu yerdan oshxonamiz va bu yerda hol qismiga tutashib ketadi va bu tomonimiz bizani haqiqatda basseynimiz bo'ladi. Basseynini o'zini bu yerda turistga hammomi va o'zini bu yerda saunalargacha qilib ketishgan. Hozirdan bitta like bosib qo'ying, inshaalloh sizga ham nasib qilsin. Yuringlar. Shuni o'tamizda aytganimdek, mana bu yerda endi qo'l qismi bo'ladi. Qo'l qismiga kirmaymiz. Nimaga deb aytayotganinglarda, sizlar qo'l qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, обязательно YouTube kanalida kirib ko'rsanglar bo'ladi. Past telefon nomerini qoldirganman, xarid qilish uchun. Rahmat.